Assalomu alaykum. Bugungi videoda yog'och o'ymakorligidagi ikkinchi gulni CorelDRAW dasturi orqali chizishni o'rganamiz. Buning uchun xuddi mana bu birinchi guldagi singari ikkinchi gulni ham rasmini tashlab olamiz. Mana bu instrument orqali gulimizni kesib olamiz. Bizga mana shu qismini o'zi ham kifoya. O'zi mana bu yarmini o'zini qoldirsa ham bo'ladi. Buyog'i simmetrik bo'lib takrorlanib ketaveradi. Ammo hozir mana bu qismigacha bo'lgan masofani kesib olaveramiz. Mana bu qismi shart emas. Buning uchun mana ikkala ham rasmda ham belgilagan chizig'imizni birlashtirib mana bu tugma yordamida ajratib olamiz. Qolganini o'chirib tashlaymiz. Bunisi ham kerak emas. Bu o'lcham kesiladi bo'lsa 3 cm ga 1,5 cm berib olamiz. 5 ga 30. Va kerakli joyga qo'yamiz. O'chirtirish uchun rasmimizda belgilangan holatda mana bu tugmaga holatda chap tarafni bosib mana bu ikkinchisiga belgilab qo'yamiz. Shunda rasmimiz ancha ochiladi va orqaga ketadi. Chizishni boshlaymiz. Кривая три точки, ya'ni 3-point curve inglizchada. Bizda mana bu qismimizda hozir deyarli dumaloq. Buning uchun oson yo'ldan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun dumaloq tugmani bosamiz. Dumaloq chizadigan instrumentni va Ctrl tugmasini bosgan holatda dumaloq chizamiz. Va o'lchamini xuddi mana bu katta singari 1,5 cm qilib olamiz. Ya'ni 15 mm. Qora qilib olamiz chizig'imizni. Va mana bu yordamchi kattaligimizda turgan kesishgan joyiga qo'yamiz. Intersection degan joyiga. Mana endi mana bu ikkinchi qavatimiz bilan bu birinchi qavatimizdan oralig'i 4 mm bo'lishi kerak edi. 4 mm chiqishi uchun mana bu chizig'imizga 4 mm kontur beramiz. Buning uchun dumaloq turgan chizig'imizdan belgilaymiz va bu yerda mana konturda o'zi turgan ekan. Konturga kiramiz va mana bu yerda e'tibor bersak, mana bu tashqi tarafiga kontur beradi, bunisi ichki tarafiga kontur beradi. Ichki tarafiga 4 mm kontur. Berdik. Endi qanday qilib buni bizga mana shu dumaloqni mana shu teng yarmini tepasi kerak emas, olib tashlaymiz. Buning uchun shape toolga kiramiz va mana bu точкаga ishlarni qo'yib
kvadrant degan joyga chiqib kelamiz. Mana gulimizdan past qismini chizib oldik. Endi tepa qismiga o'tamiz. Tepa qismida e'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu joyimizga tekis chiziq bo'lib kelgan. Ya'ni mana interfacinggacha tekis, bu yog'i ham tekis. To'g'ri, Ahmadjon, tur. Davom ettiramiz. Кривая 3 точки инструмент orqali kerakli qismimizgacha mana bu stroklar orqali keltirib olamiz. Tayyor bo'ldi. Mana buni endi bu yog'ini chizib o'tirish shart emas. Shuni o'zini dublyurovka qilib ko'paytirib bittaga qarama qarshi tarafga qo'yib olamiz. Tashqi tarafimiz tayyor bo'ldi. Tomonni tutib olamiz. Tomon tayyor bo'ldi. Buni ham ko'paytirib orasiga va shu hammachiga chizig'imizni birlashtirib qo'yamiz. Buni turamiz. 58 qanday belgilaymiz va bu yerda join carvers degan sizelik 3D degan tugma instrument va bosamiz. Qaraymiz. Bu instrument bizga har bitta tugmani birlashtirib beradi. Hop, Ctrl Q ni bosishdan chiqdi. Keyin kattaroq Ctrl Q mana endi bosamiz. Hop, bunda e'tibor bersak, mana bu joyda ozgina tushunishi bor.
uni qandoq qilib yo'qotamiz. Buning uchun shu tugmani o'ziga bostirib, mana bu strelkalar yordamida yo'qotsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu joyga to'g'ri mana bu qutani tashlaymiz. Mana e'tibor bersak, sirliq bo'lib chiqib ketdi. Va mana bu ham mana bu yerda ham tarsinish bor bo'lib, buni ham o'rtajab ko'raman. Bu yog'imiz yaxshi keldi. Endi bu yog'ini qanday qilib bir xil bo'ladi desak, buning uchun mana bu yarmini olib tashlashga to'g'ri keladi. Buning uchun o'rtasidan chiziq chizib, chizish ham shart emas. Va shuni o'zini ko'paytirib bunaqasiga qarama-qarshi tarafga o'g'ir qo'yib qo'yamiz. Mana gulimiz tayyor bo'ldi. Deyarli birlashtiramiz va endi mana bu joy bizga hozir ortiqcha. Buning uchun кривая точки uni qizilga belgilab olamiz va bir tarafini qoldiramiz. Belgilab turib Ctrl L tugmasini bosib birlashtirib olamiz va buni ham chap tarafga surib turib kerak emas joylarni o'chirib yuboramiz. Hozir mana gulimizni belgilab turib, saydiga tikligini bosamiz. Va mana bu qizilni joyiga qaytaramiz. Mana endi buni butunlay yordamchiga to'ldirib chiqish uchun belgilab turib transformation qilamiz va bu yerda o'zi top berishida 15 mm dan bittadan ko'proq qilib davom ettirib ketaveramiz. Buni bittadan chiqish mumkin yoki bo'lmasa bittada mana bu yerga sonini berib berishimiz ham mumkin. Buni sanab olamiz. 1, 2, 3, 4, 15 ta ekan. 15 ta belgilab turib bittada ko'paytirib qo'yishimiz ham mumkin. Va bularni hammasini belgilab turib saydiga kirayligini bosib qo'yamiz. Bu yordamchi katiga birlashib ketib qoldi. Yordamchi katigini o'zini pastga tushirib turamiz va ana endi bosamiz. Yordamchi katiga qaytaramiz. Endi mana bu chetiga kontur chiziqni berishimiz kerak. Buning uchun to'g'ri chizadigan bosamiz va gulimizni belgilab qo'yib mana bu nuqtalarga belgilab chiqamiz.
e'tibor beramiz, tekshiramiz. Mana bu joylar hammasi ulangan bo'lishi kerak. Tayyor. Va rang berib ko'ramiz. Rangimiz olindi. Va mana bugungi darsimizning nihoyasiga yetdi. Podpisatsiya qilishni unutmang. Obuna bo'lishni YouTube kanalimizga. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing va qo'ng'iroqchani bosing. Bu ishingiz odam ko'proq ko'rish uchun yana xizmat qiladi. Rahmat, sog' bo'linglar.